Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilari. Bugun mana prямой efir qilishimizga sabab bo'layotgan, prямой efir qilishga ahd qilganimiz sababi Farg'ona shahar o'sha hududlarda bir qancha joylarda noqonuniy qurilmalar qilinayotganligi, noqonuniy yer egallanayotganligi bo'yicha qonun normalari va qonuniy o'sha vakolatimizdan kelib chiqib murojaatlar yo'llayapmiz. Yana bitta majburiyatimiz ham bor. O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolarining majburiyati desa ham bo'laveradi. Ya'ni har qanday qonun buzilish holatini ko'rayotgan bo'lsa, o'sha huquq-tartibot organlariga bo'lmasa o'sha buzilayotgan qonunlar bo'yicha nazorat qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi agar o'zini sir saqlagichi keladigan bo'lsa, ya'ni o'sha kelib ma'lumotlarni aytish, o'sha ma'lumotlarni lozimli darajasida o'rganib chiqish majburiyatlari bor. Ya'ni o'sha aynan biz aytgan noqonuniy degandan keyin noqonuniy yer egallanganligi bo'yicha kadastr agentligi va palatasiga shu o'rinda boshqarmasiga bir necha marta murojaat qildik. Bu bo'yicha o'sha qisqa metrajlik ko'rishuvlar bo'ldi. Bir necha marta o'sha ijtimoiy tarmoq faollarini yig'ib matbuot anjumani qilayotganlarda ham mavzu qilib ko'tardik. Lekin o'sha berilayotgan ma'lumotlarda go'yoki o'sha tanqidiy ruhda o'tganligi, bu bo'yicha mas'ul idora xodimlari yozib olganligi, tez kunlarda o'rganib chiqishligi haqida ma'lumotlarni qo'yib kelishadi. O'sha kadastr Farg'ona viloyat kadastr palatasi agentligida bo'layotgan o'sha matbuot anjumanlarida. Kecha kuni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Xatbayev tomonidan fuqarolarning qabuli bo'lgan. Biz unda bordik. O'z o'rnida qabuldan keyin Farg'ona viloyat o'sha kadastr boshqarmasimi, agentligimi, shuni rahbari bor ekan, Nodir aka degan. U agentliknimi yo bo'lmasa nimanimi boshlig'i uni bilmayman, lekin o'zim bilan gaplashganimizda aytdimki, aka noqonuniy yer egallash holatlari kuzatilyapti. Ya'ni dehqon xo'jaligi yerlariga uy qurilyapti. Bu bir necha marta aytyapmiz, 1-2 yildan beri muammo bo'layapti dedim. Endi baribir rahbar ekanda, tezda bitta xodimini chaqirdida, "Sen shug'ullangin, tezda bunga bergin ma'lumotlarni" dedi. Sham oshniga o'tirdi, ketdi. Bir narsaga ajablanib qolyapmiz. Endi nima uchun O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi qonunlarda ko'rsatib qo'yilgan, belgilab shaxslar ham ko'rsatilgan, kimlar o'zi aynan umuman shug'ullanadi, ularni kim nazorat qiladi deb ana qonun osti hujjatlari qonunlarda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni yer egalari hozir o'sha kadastr bo'lganligi uchun ular o'sha yer toifasi qanaqa, kim egallab oldi, qanday bo'ldi, surishtiruvlar kerak bo'lsa, jarimalar qilish, ma'muriy huquqbuzarlik o'tkazish kerak bo'lsa, unda huquqiy oqibatlardan jinoiy javobgarlikka torttirish masalalari, ya'ni dastlabki harakatlarni ular olib borish kerak. Biz Nodir akani bu harakatidan noroziman, chunki biz yillar davomida odamlarni o'sha bila turib davlat yerlarini, ekin yerlarini turar joyga aylantirayotganligi, bu bo'yicha aniq faktlar bilan aytsaga, o'sha u o'zini xodimiga aytish bilan cheklandi. Biz bir narsani hayron qolyapmiz. Mana yillik statistikani ko'radigan bo'lsak, bir nechta holatlarda kadastr mana yo bo'lmasam yerga aloqador bo'lgan davlat xodimlari tomonidan qilingan yo'l xato qo'ygan ortidan jinoyatlar, o'sha ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlanib, ular ishdan olinib ketaveradi. Nima uchun nazorat qilayotgan shaxslarga hech qanaqa qonuniy chora ko'rilmaydi? Nima uchun ular, misol, ommaviy axborot vositasi bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, faol bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u aytgan masala, ya'ni u o'zini uyidagi holatda aytmayapti, u davlatga bo'layotgan zararda aytyapti. U amaldagi qonunlar buzilayotganligi haqidagi berilgan ma'lumotlarni nazorat qilmaydi. Misol, yillik o'sha qilinadigan statistika bo'yicha mana hozir deylik yer bo'yicha nechta jinoyat bo'ldi va bu bo'yicha nechta kadastr xodimi, nechta arxitektura xodimlari, nechta arxiv xodimlari bu bo'yicha chora ko'ryapti, chora ko'rilyapti ham, lekin nima uchun rahbarlarga unaqa chora ko'rilmaydi? Nima uchun rahbarlar aynan o'sha Nodir aka degani bor ekan, o'sha Nodir aka unga javobgar bo'lmaydi. O'sha xodimlarini o'sha to'g'ri nazorat qila olmaganligi yo bo'lmasam u
qanaqadir yo'l qo'ygan ish bo'yicha, yo'l qo'ygan xatolar bo'yicha sudlar tomonidan xususiy ajrim chiqarilmaydi. Nima uchun? Prokuratura qonunni nazorat qiluvchi, ijro qiluvchi organ tomonidan bu holatga to'xtalilmaydi. Mana kecha kuni shu qabulda Farg'ona viloyat prokurorini ko'rish imkoni bo'lmadi. Biz kech qolib ketib qolgan ekanmiz, lekin o'sha Farg'ona viloyat prokuroridan iltimos qilib qolardiki, aynan o'sha Nodir akaga nisbatan qonuniy chora ko'rishini. Chunki biz aytib turibmiz, yer mana yerda o'zlashyapti deyapmiz. Lekin u faqatgina xodimiga yuklab, ya'ni xodimiga ma'lumotlarni ber deyapti, ketyapti. Aynan qanaqa ma'lumotlarni nazorat tutyapti? Aynan Farg'ona viloyati hududidan Farg'ona shahar hududiga kesishmasda kirayotgan darvozani o'sha kirishda chap tomondagi yer maydonlari 2021-yildan beri muntazam kuzatib turibmiz. O'sha dekon xo'jaligi yerlari o'zlashtirilayotgan holatlarni ko'ryapmiz. Bu bo'yicha yig'ilishlarda ham aytyapmiz. Kecha kuni o'ziga ham borib aytdim. Mana shunaqa holat bo'lyapti deb aytib qo'ydimmi? Xuddi hali bepisand degalik hali topshiriq beryapti-da, topshiriq bilan ketyapti. Lekin uni huquqiy oqibati nima bo'ladi? U aynan nima uchun o'zi funksional vazifa bajaradi degan narsalarga to'xtamayapti. Shuning uchun barcha huquq tartibot organlaridan so'rab qolamiz. Aynan o'sha Farg'ona viloyati kadastr boshqarmasida faoliyat olib boradigan rahbar Nodir akaga nisbatan qonuniy chora ko'rishini so'rab qolamiz. Chunki u fuqaroni, ijtimoiy tarmoq faolini, u o'zini funksional vazifasi bo'lmasa-da, aynan qonunchilik bo'yicha yer o'zlashtirilayotgani haqida bergan ma'lumotiga bepisandlik bilan ketdi deb hisoblayman. Chunki mana agar u odamni topshirig'i haqiqatan ham qonuniy kuchga ega bo'lganda, u odamni agar shu rahbar sifatida o'sha ishchilar uni hurmat qilganda, yo'qsa uni o'sha og'zaki bergan topshirig'ini qonun deb bilganda, yo'qsa qonuniy kuchga ega deb bilganda, u odamlar bizga ma'lumotlarni bergan bo'lardi birinchidan. Yo bo'lmasa hech bo'lmaganda bizga bo'lmaganda huquq tartibot organlariga o'sha ma'lumotlarni ma'lumot tariqasida kirgizgan bo'lardi. Shuni ko'rib turishimiz mumkinki, bu odamni faqatgina gapirib qo'ygan gapi ishchilar uchun ham xuddi oddiy gapdaqa nima deydi? Baholandi. Endi biz aynan nima deyapmiz? Biz aytyapmizki, amaldagi qonunlarni buzyapti, yerlarni o'zlashtiryapti. Buni o'sha yillik kerak bo'lsa Sputnikdan urib chiqaringlar. Buni huquq tartibot organlariga beringlar deyapmiz. Prokuraturaga berganman deydi bittasi. Prokuratura kimga bergansan desa bilmaydi. Xati bormi beringlar. Biz ham Farg'ona viloyat prokuroridan iltimos qilaylik, shu holat bo'yicha nazoratiga olishni so'raylik desak, u ma'lumotlarni bera olmaydi. Ertaga biz nimadan xavotir bo'lamiz? O'zbekiston Respublikasida kimdir huquqni buzadigan bo'lsa, unga jazo muqarrar ko'rilishi. Endi o'sha noqonuniy egallayotgan ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosida, ertaga unga nisbatan ham agar birorta ma'muriy huquq buzar yo jinoiy javobgarlik bo'ladigan bo'lsa, pirovardida oxirida yerni eski holatiga qaytarishga qaytiladi. Ya'ni o'sha u noqonuniy harakatidan yo bilib yo bilmasdan qurgan imorati bo'ladimi, magazini bo'ladimi, uyi bo'ladimi buzadi. Ya'ni ikkinchi fuqaroga yana mulkiy zarar bo'ladi. Mulkiy zarar qilmasidan burun o'sha faollar tomonidan, fuqarolar tomonidan murojaatlar bo'layotgan paytda nazorat qilmayotgan mana shunaqa rahbarlardan ham birortasi qonuniy chora ko'radimi, ko'rmaydimi? Demoqchimanki, O'zbekistonda hamma qonun oldida teng bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bu rahbarlarga chora ko'rilmaydi? Nima uchun bularni chora ko'radigan tashkilotlar bularda hozirgi mana shu bepisandlik bilan turgan, ya'ni nima bepisandlik? Hisob prokuratura o'zini monitoring tahlili bo'yicha ham chiqqanda nechta noqonuniy yerlar egallanganligini o'zi topib, o'zi da'vo kirgizib sudga eski holatiga qaytaradi. Lekin ikkinchi tomonni o'ylab qaraydigan bo'lsak, tanganing ikkinchisini qaraydigan bo'lsak, hatto yana bitta fuqaro o'sha noqonuniy qilgan harakatning orqasidan mulkiy zarar ko'radi. To'g'rimi? Tabiiy jarayonki, ertaga O'zbekiston Respublikasidagi qonunlardan yo bo'lmasam u O'zbekiston Respublikasining nomidan o'qigan qarorlar va hukmlarga u e'tiroz berishni boshlaydi. Lekin u aytmaydi, ya'ni dastlabki birinchi harakati va o'zim noqonuniy qildim-ku demaydi-da. Lekin u hukumatda chiqarilayotgan qarorlardan norozi bo'ladi.
Lekin boshidagi o'shani kelib turib ogohlantirish qilib, boshida kelib o'shani to'xtatib qo'yishni hech kim xohlamaydi. Aynan bitta holat bo'yicha ham to'xtalib o'tamiz, ya'ni Farg'ona shaharda shu Zakanalda bir qancha noqonuniy qurilmalarni egallab olingan noqonuniy qurilmalar bo'yicha ma'lumotlar tarqatganmiz va bu bo'yicha bir qanchasi tasdiqini topgan. Yana bir holatda Farg'ona shahar prokuraturasiga shahar prokurorini aynan o'ziga aytib olib kirib ma'lumotlarni berdik. U endi ichki ishlarga chiqardi, ichki ishlar hozir tergovni boshlagan. Yana bitta holat bo'yicha o'sha ekin, ya'ni o'sha gulzor bo'lgan, oldin obodonlashtirish hududi bo'lgan yer maydonini o'sha noqonuniy qurilma bilan egallab olganligi bo'yicha o'sha aytilgan ma'lumotlar, ya'ni o'shanda hech qanaqa hujjatlar yo'q, ogohlantirish xatlari berilgan joyda oradan 3 oy o'tgandan keyin kadastr hujjatini olib kelyapti, tushunyapsizlarmi? Kadastr hujjatini olib kelyapti. Oldin o'sha archalar ekilgan yashil maydon bo'lgan joyda kadastr hujjatini olib kelib bizga ko'rsatishyapti. Bunisiga nima deysiz? Tasavvur qiling, 1 oy 2 oy oldin hech qanaqa yer hujjati yo'qligi va bu qurilmani buzib tashlash haqida ma'lumotnoma, ya'ni ogohlantirish xati bergan, lekin bizga 2 oy 3 oydan keyin o'sha kadastr hujjatini olib kelib, mana bet mulkga aylanibdi, buni biz bilmaymiz qanaqa qilib mulkka aylanganini deb turishibdi. Aynan qaysi kadastr xodimi qilib bergan unga hujjat, qaysi me'yoriy hujjatlarga asosan qilib bergan desa, uni hech kim bilmaydi, unga javob berishdan xohlamaydi. Biz bir necha marta Farg'ona shahar hokimiga ham aytdik, o'sha Katelnik tomonidan noqonuniy yerlar egallanib, mulk e'tirof qilinyapti, mulk qilib berilyapti. Nima uchun o'sha joylarni auksionga qo'ymadilar? Nima uchun fuqarolar mulk qilib sotib olish uchun ochiq shaffof tenderlar bo'lmadi? Buni kadastr hujjatlarini qanday qilishyapti deb aytdik, lekin bir qancha joylarda qurilmalar qurilib ketdi. Hozir kimdir aytishi mumkin, senga nima? Bittasi yashayapti-da deydi. Lekin nimaga bitta misol kambag'al narsa qursa tezda kelib buzib yuboradi? Yo nimaga bitta haligi hech qanaqa tanishi yo'q odam, yo bo'lmasa hech kim tanimaydigan odam narsa qursa tezda buzib tashlashadi kelib? Nima uchun ularga qonuniy chora ko'rmaydi? Nima uchun bir qancha mana biz o'zimiz nechta holatni aniqlaganmiz, o'sha holatlar bo'yicha mana endi tergovlar boshladi. Prokuratura o'sha qalbaki qarorlarni olib borganimizdan keyin, haqiqiysini olib borganimizdan keyin endi tergovga chiqardi. Vaholanki 228 o'sha hujjatlarni qalbakilashtirish, hokimiyat muhrlarini o'zgartirish yo bo'lmasam shunga o'xshagan bir qancha moddalar bilan prokuratura aynan tergov qilmadi-yu, ichki ishlarga ishni chiqarib yubordi. Hozir ichki ishlar tergov qilyapti. Undagi ertangi aniqlanib o'sha yerni eski holatiga qaytarilgani bilan, lekin unda hujjatlar qilishda ishtirok etganlar, ya'ni o'sha baribir chiqadi qaysidir xodimlar. Lekin unga chora ko'rilib qolaveradi-yu, bilganimiz shuncha, bilmaganimiz qancha. O'ylaymanki, O'zbekiston Respublikasida hamma qonun va qonun ostida chiqayotgan qaror va talablarga bo'ysunyapti O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. Biz ham o'ylaymizki, o'sha ishxonada yo bo'lmasam rahbarlik yo bo'lmasam ularning ishchilari tomonidan qilinayotgan harakatlar bo'yicha ularni yo bo'lmasam rahbarlarda harakatsizligi oqibatida kelib chiqayotgan o'sha ko'ngilsiz voqealarga sababchi bo'layotgan rahbarlarga ham qonuniy chora ko'radigan umiddamiz va O'zbekiston Respublikasining huquq-tartibot organlaridan yana bir marta qaytarib o'tib qolaman, yordam so'rab qolamiz. Aynan Farg'ona viloyat shu kadastr boshqarmasidagi rahbarlarni alohida kelib, monitoring qilib, bular necha yildan beri ishlayapti? O'zi bular jinoyatlar soni nechta? Yer bilan bog'liq. Nima uchun ular nazorat qilmagan? Nazorat qilmagan uchun qanaqa chora ko'riladi o'zi aslida? Bularni xalqqa ochiq, oydin ko'rsatib qo'yish kerak. Ko'rsatib qo'yadigan vaqt keldi deb o'ylaymiz. Biz haligi o'sha Nodir aka degan odamni biz borganimizda ishchisini to'g'rilab qo'ygandan xafa emasmiz. Ishchisini to'g'rilab qo'ydi mayli, lekin uni reaksiyasi qani u ishchisini? Ani falon paytda xat bo'lgan, to'kin haytda xat bo'lgan, falonchini to'g'rida bo'lgan, falonchi bilardi degan bilan cheklandi o'sha ishchisi. Ha, biz kimi davrida nima bo'lgan demayapmiz. Biz yer o'zlashtirilyapti deyapmiz. Konkretniy masalani aytyapmiz. Lekin u masalamizni shunday yuzaki hali gapiraverasan deb qo'yapti-da, ketyapti. Hali it xurar, karvon o'tar qilyapti.
Ko'pchilik shunaqa deydi-yu, to'g'rimi? Bizdaqa gapiradiganlar hech kim yoqtirmaydi. Lekin shuni tushunib, bilib qo'yishlarini xohlaymiz. Biz gapirayotgan bo'lsak, o'zimiz uchun gapirmayapmiz. Biz amaldagi qonunlarga hamma bo'ysunsin deyapmiz. Va o'ylaymanki, bu talabimiz to'g'ri talab. Farg'ona viloyat prokuroridan shaxsan iltimos qilib qolardim. Biz u odam bilan bir marta ko'rishganmiz. Samimiy inson, biz fuqarolarni olib borganimizda qabul qilib olgan. Qanaqa muammolaring bo'lsa o'zimga kelavergin degan. Lekin afsuski, matbuot kotiblari tomonidan to'g'ri rejali ish olib borilmaganligi oqibatida biz u odam bilan ko'risha olmayapmiz. Ya'ni matbuot kotibi, Farg'ona viloyat prokuraturasi matbuot kotibi o'sha axborotchilar bilan to'g'ri ishlab bilmaydi. Shaxsan o'zim bilan to'g'ri ishlamagan. Bir necha marta AOK bilan o'sha orqali telefonlashganmiz, gaplashganmiz. Lekin bir bizga ijobiy bir yordam bera olmagan. O'ylaymanki, mana ertaga ham borib turib, misol Farg'ona viloyat prokuraturasining ishini tayda Farg'ona viloyat prokurorini ko'rishmoqchiman desa, bu odam ko'rishtirib bera olmaydi. O'zi aslida funksional vazifasi o'zi shu bu odamni. Bizni ko'rishtirish kerak, biz masalalar aytish kerak. Biz shaxsiy masalamiz bilan hech qachon kirmaymiz Farg'ona viloyat prokurorining oldiga. Biz shaxsiy masalalarimizni o'zimiz bilamiz, kimga borib murojaat qilishdi, qaysi qonun bilan murojaat qilib olishdi. Biz hozirgi kunda jamoatchi faollar, blogerlar, jurnalistlar tizimda bo'layotgan muammolar, yo bo'lmasam umumiy bo'layotgan muammolarni olib boramiz, muammo qilib. Uni o'rganib bering, ko'rib bering deb boramiz. Bizga bir narsa qilib bering deb bormaymiz hech qachon. Shuning uchun Farg'ona viloyat prokuroridan yana bir marta so'rab qolaman. Bizni agar iloji bo'lsa, birorta odam kanali bo'lsa yo bir ko'rishtirish imkoni bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin birortasi shu videolar ko'rsatib qolsa ham Farg'ona viloyat prokuroriga. Biz u odamga u odam samimiyligiga men ishonaman, lekin bularni oldiga kirishda juda katta to'siqlar vujudga kelgan, to'siqlar bor. Shuning uchun biz u odamning oldiga kira olmayapmiz. Lekin kiradigan bo'lsak, bizning faqatgina bitta talabimiz bor. Shu aynan harakatsizligi bo'yicha rahbarni, shu kadastrda rahbarlik qilayotgan shaxsni o'sha xodimlarni to'g'ri nazorat qila olmaganligi. Nima desa aytayaptiki, qo'shimcha qilib qo'y. Odam kam, joy katta deydi. Sizga men tayyor narsa olib kelyapman, tayyor ma'lumot olib kelyapman. Qanaqa odam kerak? O'rganish kerak xolos. Oyoq istaydi tayyor mashinasi turibdi, davlat berib qo'ygan. O'shanda shuni o'tirib borib ko'rib qo'ysangiz ham bo'ladi. Siz ham bitta oddiy xodim bilan tengsiz. Aslida. O'sha oddiy xodimingiz qiladigan ishni siz ham qilishingiz mumkin. Siz ham qilasiz, majbursiz qilishga. Lekin siz faqatgina topshiriq berish, buyruq berish bilan cheklanyapsiz. Qachon borsa u kishi ag'da bo'ladi, bag'da bo'ladi, yo'q bo'ladi. Endi bir marta shu qabulda Farg'ona viloyat hokimi qabul qilgan ekan, o'shanga kelib majbur turgan ekan, o'sha yerda ko'rib qoldi. O'shanda ham sekingina mashinaga o'tirib ketib qolishdi. O'sha tayizga mashinalar qo'yib qo'ygan, sizga ishonch berib qo'ygan rahbarlarni topshirig'ini bajarib qo'yish kerak. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining prezidentining topshirig'ini bajarish kerak, to'g'ri bajarish kerak. Agar davlatda rahbar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda ish bo'lmaydi, siljish bo'lmaydi. Hamma o'zini rahbar deb tutaveradigan bo'lsa, kimdir ishchi ham bo'lish kerak. Kimdir o'zini ishchida ham tutish kerak. Shuning uchun Farg'ona viloyat prokuroridan iltimos qilib qolamiz. Aynan shu holatni nazoratga olishini, agar ma'lumotlar kerak bo'lsa biz beramiz. Asoslangan qonuniy ma'lumotlarni beryapmiz ham. Bu bo'yicha ish ham ketyapti. Lekin bitta ikkita odamlar tizim bilan shunaqa tizimli bo'layotgan muammolar bilan shug'ullana olmaydi. Ya'ni uni imkonsiz, fizik imkoni yo'q. Shuning uchun huquq-tartibot organlaridan iltimos qilib qolyapmiz. Agar kimnidir sha'ni qadr-qimmatiga tegayotgan bo'lsak, yo bo'lmasa uni ishchanlik faoliyatiga putur yetkazayotgan bo'lsak, biz aynan yana bir marta aytyapmiz. Biz o'zimizga narsa so'rayotganimiz yo'q. Sizni ishlashingizni talab qilyapmiz. Sizni ishlashingizni nazorat qiluvchi organlardan yordam so'rayapmiz. Farg'ona viloyat prokuraturasidan yordam so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari prokuratura organlariga ishonadi va ular qonunni nazorat qiluvchi va ijrosini ta'minlovchi organligini hammasi juda yaxshi biladi. Shuning uchun hamma murojaatlarni Farg'ona viloyat prokuraturasiga yo'llaydi. Salomat bo'linglar.